Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Men Dilshodbek. Shu Novosibirda yashayman. Shu san'atga juda ham qattiq qiziqib oldimda. Shu bir oy oldin boshladim, где-то bir oy oldin. Albatta aytgan qo'shiqlarim o'zimning qo'shiqlarim emas. Shu Muhammad Ziyo akamizning qo'shig'i, Mirjalol Ne'matovning qo'shig'i, xullas shu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlarning qo'shiqlarini aytib harakat qilib ko'ryapman. Endi o'xshamagan bo'lsa uzr, o'xshagan bo'lsa rahmat. Shunaqa men ijod qilishni xohlayapman. O'zi shu maktabda o'qib yurgan davrlarda juda ko'p shu domlalar o'qituvchilarimizdan ruxsat so'rab, shu o'quvchingizni berib turing deb olib chiqib ketishib qolardida. Olib chiqib ketishib muzikalniy xonaga olib kirib o'sha qo'shiq ayttirib, u mahalda endi kasetalar bo'lardi. Unda disk degan narsalar bo'lmas edi. 12 yosh, 13 yoshimda edi, по-моему. Shunaqa endi olib chiqib ketib qo'shiq ayttirishardi, zapis qilishardi. O'sha kasetalarda kichkinaligimda aytgan qo'shiqlarim bor edi. Endi u kasetalar, u qo'shiqlar qayerda qoldi bilmayman-u. Shu teatrlarga olib ketishib qolardi. Olib ketib o'sha yerda qo'shiq ayttirishardi. Почетный gramatalar berishgan edi. Keyin bu tirikchilik degan narsalar bor. Tirikchilik deb shu tashlab yuborganman-da u narsalarni. Endi birdaniga haligi nima deydi? Мастерство не пропьешь deydi-yu ruslar. Shunaqa gap bor-u. Shu birdan shunaqa narsa bir his tuyg'u uyg'onib qoldi-da. Shunga bir boshlab ko'rdim. O'zimizni ustozlarni ashulalalarini aytib ko'rdim. Agar o'xshagan bo'lsa rahmat, like bosib qo'yasizlar. O'xshamagan bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Shunaqa men o'zimning qo'shiqlarimni yozishni boshladim, xudo xohlasa. Yana shu Instagramga yuklashga boshlayman, xudo xohlasa. O'zi ismim Dilshodbek. Qirg'izistondan bo'laman. Lekin Rossiyada yashayman, Novosibirsk shahrida. Shu yerda o'zi taksist bo'lib ishlayman. Shunaqa gaplar. Agar qo'shiqlar yoqqan bo'lsa, o'xshagan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar.